Assalomu alaykum obunachilar, aziz yurtdoshlar. Bugun yana ajoyib narxda dacha chiqqan ekan. Hozir dachani ko'rsatib tanishtirib o'tamiz. Sizlardan bir like bo'lsin, bizani qo'llab-quvvatlab turinglar. Narxlarni ham eng oxirida aytib o'tamiz. Narxlar ham dum shkolant narxda bir kvartira narxida chiqib turibdi ekan. Adreslarni tushuntirib o'tadigan bo'lsak, yana bu yon tarafimiz Qoraqalpoq tamojnisina yetmay 10 qo'lingiz aylanib kelaversingizda birinchi ko'chada joylashgan bo'ladi. Shunday ishxona girib 500 metr deyin yursangizlar 600 kvadrat metrda joylashgan dachamiz yana bu yerda havolar ham dum ajoyib, lichepniy. Sayohatga borish ham shart emas, shu yerda bemalol yashab dam olib yozni o'tirsangizlar bo'ladi. Garajini ham ega bo'lgan. Qurilish maydoni 120 kvadratda joylashgan 600 metrli dacha. Yana bu yerimiz şimdi garaj kısmı bo'ladi. Bismillah deb giramiz. Yine ishlarni obzor etib chiqamiz. Bu yer pishgan xom karuj aralash qurilgan ekan. Yine giraverishimiz şimdi koridor bo'ladi. Chap qo'limizda yana sanuzel joylashgan. Eshiklarni ham e'tibor berasizlar. Sifatli MDF eshiklardan qo'yilgan ekan. Yine aristonlar ham bor. Sovuq suv gap turibdi. Bu yerda skvajindan suv keladi ekan. 2 dona skvajin ishlab turibdi. Yine sanuzel joylashgan bo'ladi bu yerda. Vannalar ham yine qo'limizdan bir xonasi bor ekan yine. Shunday. Bu yon tarafimiz dalan qismi bo'ladi. Yine bu yerda televizorlar, konditsionerlar, boyimda yine kukulni garniturlar ham qo'yilgan. Xolodilniklar ham bor yine. Jihozlarini mulk egasi bilan kelishgan holda qoldirsangizlar ham bo'ladi aziz obunachilar. Bu yon tarafda yine bir xona bor. Eshiklar ham sifatli MDF eshiklardan qurilgan yine. Yine bu yon tarafdan bir xona bor, yine konditsionerlar, perdalar qo'yilgan. Bu yon tarafimiz yine bog' qismi bo'ladi. Bu yon tarafda yine ayvoncha qilib qo'yibdilar ekan. Bu yerda yine pojarniy xotini ham ega bu dachamiz aziz obunachilar. Bog' kısmımızda yine meyveli daraxtlar ekilib turibdi. Bu yerda yine erik, qorali, chiya, pomidor, bodring, har xil meyveler bor. Bemalol yozda o'zingiz kompot etasizmi yo bo'lmasa bozorda sotib biznes etasizmi? Yine meyveli daraxtlari bor bog'inda. Yine pomidor, bodringlar ham pishib turibdi yine. Bu yan tarafımızda sağız bir yerde tovuqxona qilib qo'yibdilar ekan. Xohlasangiz bu yerda tovuq boqishingiz mumkin, mol boqishingiz mumkin. Yo bo'lmasa xohlagan bir biznesingizni qilsangiz bo'ladi yine. Qiziqsangizlar, egasini nomerlarini qoldiramiz. Yine ko'rib, danışib, ustunda kelishsangizlar bo'ladi. Narxına keladigan bo'lsak, narxini 300 milyon so'm deb turibdilar. Ustunda kelishsangizlar bo'ladi. Ozgina qaytiladigan yer ham bor. Sizlardan bir like bo'lsin, bizani qo'llab-quvvatlab turinglar. Kanalda yangi kuzatuvchi bo'lsangiz, podpiska bosib qo'yishni unutmang azizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.